Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy hukumati Qatarga maxsus hay'at avatib Sharq Turkistondagi siyosatlarni aqladi. Sharq Turkiston tarixiy yodgorlik buyumlari Beyjingda ko'rgazma qilindi. Amerikada uysiz o'smir o'quvchilarning soni ko'paymoqda. Yaponiyada har 10 shirkatning birisida ayollar egiz boshliq oyoq kiyishga majburlanadi ekan. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiyada düz xəbərdə Xitay hökuməti yaxında atalmış Şinjan mədəniyyət almashtırış ömrüki namidagi bir hay'atni Qatarga avatib, o'zining Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatlarini aqlagan. Xinhua agentlik xabarida mazkur hay'at 17 noyabrdan 18 noyabrgacha Qatarda atalmış Şinjanning muqimligini qo'g'dash, iqtisodiy taraqqiyot, xalq turmushini yaxshilash, millatlar ittifoqligini kuchaytirish, diniy erkinlik, inoqlik, shundaqla terrorlik qarshi turish, asabiylikni tugutish ko'rishi qatorliq jihatlarda qo'lga keltirgan ko'rinarli natijalarni tunishtirgan. Qatar bu yil iyul oyida Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitoyning Uyg'urlarga tutgan siyosatini qo'llab imzo qo'ygan 50 davlat ichidan chekinib chiqqan birdan-bir davlat bo'lib, Qatarning Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi vakili Ali Al-Mansuri ayni chog'da bu haqdagi bayonotida bu birlashma maktubga imzo qo'yishning Qatarning tashqi siyosatidagi betarafligiga va bu jihatdagi afzalligiga to'g'ri kelmaganligini, shunga betaraf bo'lishni xohlaydiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu atalmış madaniyat almashtirish o'miki Qatardagi bir qism islom tadqiqot markazlarida, universitetlarda ziyoratda bo'lgan va muxbirlar bilan uchrashib, ularga Sharq Turkistonning atalmış terrorlik qarshi turish va asabiylikni tugutish vaziyati va shundaqla Xitoy hukumati kasbiy mahorat tarbiyasi deb atagan qayta tarbiya lagerlari haqida Şinjangda qonun bo'yicha kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markazi qurish orqali terrorlik harakatining yuz berishidan burun terishib tugitib, Şinjangning ijtimoiy muqimligi ishga oshirildi. Bu usul Jungoning asos qonuniy va qonunlarining ruhiga, xalqaro jamiyatning terrorlik qarshi turish, asabiylikni tugitish prinsipiga, dunyodagi har qaysi xalqlarning tub manfaatiga tamoman uyg'un degan tashviqotlarni qilgan. Holbuki dal Xitoyning yuqoridagi bu o'miki Qatarda ziyorati bo'layotgan mezgilda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi lager siyosatiga oid 403 betlik bir maxfiy hujjat oshkoralanib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatining mohiyatini to'liq namoyon qilib bergan edi. Bundaq bir sharoitda Xitoyning bu xildagi tashviqotlarining qanchalik ta'sir ko'rsatadiganligi noma'lum. Xabarda aytilishicha, yuqoridagi atalmış madaniyat almashtirish o'mikidagi 6 kishi Qatardagi ziyoratini oxirlashtirgandan keyin Kuvayt va Saudiya Arabistonida ziyoratda bo'ladi ekan. Sharq Turkiston tarixiga oid 70 barcha muhim madaniyat yodgorliklari Beyjing universitetining arxeologiya muzeyida ko'rgazma qilindi. Xitoy Xinhua to'rining xabarida ko'rgazma qo'yilgan 70 barcha qadimiy yodgorliklar ichida Kichik daryo yoki Kichik Miran qabristonligidan qazilgan mashhur Kichik Miran guzili, Lopnurdagi qadimiy qabristonlikdan topilgan aranch kiyim va ili misqaravuli deb nom berilgan yodgorliklar bor ekan. Xabarda Kichik Miran guzilining ziyoratchilarning kuchli diqqatini qo'zg'aganligi ifoda qilinganligi va yuqoridagi madaniyat yodgorliklari Xitoyning o'rta tuzlanlik madaniyatiga bog'langanligi, qadimdan tortib o'rta tuzlanlik madaniyati va kimlik tonishi borligini ko'rsatib berdiganligi ilgari surilgan. Atalmış Uyghur Abnum rayonining partikom sekretari Chin Chuango 2017 yil ochilgan bir qatimliq arxeologiya yig'inida arxeologiya Şinjangning azaldan tortib Xitoy zemini ekanligini olg'a surishga xizmat qilish kerak deb ta'kidlagandan beri Xitoy doiralarining har qanday bir fursatda Sharqiy Turkistonda topilgan har qanday bir madaniyat yodgorliklari va tarixiy voqealiklarga oid paketlarning hammani Şinjang azaldan Jungoning bir qismi degan tashviqot uchun xizmat qildirishni kuchaytirib kelmoqda. Ma'rif idorasining internet betida e'lon qilingan dokladda 2018-2019 o'qitish yilida 114.593 o'smir o'quvchining uysiz ekanligi aniqlangan. Dokladda uysiz deb ta'riflangan o'quvchilarning sonida yaqinqi 10 yilda 40.000 kishi oshganligi ta'kidlanish bilan birga, Nyu-Yorkning Bronx rayonida bu nisbatning 18% dan yuqori ekanligi qayd qilinib, Nyu-York shahri sirtidagi rayonlarda 33.961 uysiz o'quvchi borligi. Bularni qo'shganda Nyu-York shtatida jami uysiz o'quvchilarning soni 149.554 ekanligi bildirilgan. O'smirlar uchun advokatlar nomli ommaviy tashkilotning boshlig'i Kim Sevit uysiz bolalar masalasining bir jiddiy masala ekanligini bildirib, bularning 85%ning qora tanlik va asli Latin Amerikalik uysiz o'smir o'quvchilar ekanligi, bu sonning Berkeley'dagi usti yepiq tantarbiya zalining sig'imchanligi nisbatidan 6 hassa eshib ketganligini bildirgan. Nyu-York ma'rif idorasi maktablarda uysiz o'smirlarni aniqlab chiqish va masalalarga hal qilish chorasi topib berish uchun 100 nafar ijtimoiy xizmat xodimini vazifaga tayinlab, jiddiy hal qilish kun tartibiga kirgizganligini bildirgan. Yaponiyada e'lon qilingan bir tadqiqot natijasiga asoslanganda, Yaponiyadagi har 10 shirkatning birisida ayollarning egiz boshliq oyoq kiyishi majburiy rasmiyat ekan. Yaponiya ishchilar uyushmalari federatsiyasi tomonidan elib berilgan tekshirish doirasidagi ray sinash qatnashgan 1000 kishidan 12 kishining kiyim-kechak qonunlarini munosib emas deb qaraydiganligi, 57% kiyim-kechakning cheklamalarga uchraganligi, 8% ayollarning grim qilishi talab qilinganligi aniqlangan.
Yaponiyada ayollarning kiyim-kechak qonunlari haqida ommaviy tashkilotlar tomonidan fevral oyida maxsus safarbarliklar qilinib, 31 mingdan ortiq kishi kiyim-kechak qonunlarining amaldan qoldirilishi uchun boshlangan imzo to'plash faoliyatiga qatnashgan. Ba'zi xo'jayinlarning ayollarni egiz boshliq oyoq kiyishga majburlashiga ayollar qarshi chiqqan bo'lib, Yaponiya Sahiyya va emgak, mulozimət ishlari ministri Takumi Nemito ayollarning egiz boshliq oyoq kiyishining to'limi munosib va kerakli ish ekanligi haqida fikr bayon qilgan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.